Əsər 13 yaşlıq ala. Abdori Arzugül Əkrəm. Mikrofon aldıda Yusufcan Abdurrahman, Bahargül Habibullah. 11-ci qism. Sarem özünün öydən çıxıb, xeyli uzun yollarını besib, bu kəşlik bazarga kelib qalğanlığını tuymayla qalğan edi. O binadan düşkən vaxtida əmdili quyosh g'arbga batqan bo'lib, g'arb tarafning kun o'ltirgandan keyinki quyoshning qalduq qizil nurlari kashki shafaqdagi bulutlarga aralashib, go'zal bir manzara hosil qilgan edi. Ammo hozir atrofni butunlay qorong'ulik qoplagan bo'lib, ko'cha chiroqlarining rangarang nurlari ostida bu go'zal nohiya bozorining kashlik bozori kishini o'ziga maftun qilgudek go'zal ko'rinayotgan edi. Ammo Sarem buningdan mustasno, g'amgin holatda piyodalar yo'lida nagidur nishonsiz ketayotgan edi. Sarem xiyollar dengiziga g'arq bo'lib, o'zini sezmagan holda o'zining birdili bu nohiya bozorining yuqorqi tarafdagi tosh o'stangning yeniga kelib qolganligini his qildi. Bu tosh o'stangda qishdan buyon taqqa yoqqan qorlarning havoning isishi bilan erib, kalkun hosil qilib eqishi uchun yasalgan kengligi 4 metr, egizligi 2,5 metr keladigan tosh o'stang bo'lib, her yili tağdın yaz günleri yağmur yaqqanda, qishichi yaqqan qarlar atiyoz kelishi bilan hamon kunning isishida erib, kalkun suv hosil qiladigan bo'lg'achqa, bu kalkun suvidan foydalanish uchun shaharning tuvanki tarafidagi yezi qishloqlarga o'stangning suyini mang'izib, har xil dehqonchilik, bog'vonchilik ishlari uchun foydalanadi. Mushu bir necha kundan buyon kun xeylili isib qolg'achqimikin, tog'dagi qarlar xil obdalli erib, o'stanga eqib tushgan tog'dagi qor suvlari xeylili ko'payib qolgan edi. Bugun kechda azroq shamol bo'lganlikdan, shundaqmikin o'stangdagi qor suvi o'stangning ikki tarafidagi toshlarga urilib, shavqin chiqarib eqiyotgan edi. Ammo atrofdagi qorong'ulik o'stangdan chiqayotgan suvning shavqini o'stang yoqasidagi qiyri so'gat daraxtlarining shildirilgan ovozlarimi Sarenning o'y xiyolini buzolmadi. Yurakni qiynaydi achchiq alamlar, qog'ozga yozishga ojiz qalamlar. Taqdirga tan bermay bizda na iloj, sababkor bu dardga xato qadamlar. Sarem qaysi bir shoirning bu she'rini eslab qoldi. Ammo she'rda aytilgandek o'zining beshiga kelgan bu dard alamlarga andil 13 yoshga kirgan qizining beshiga kelgan achchiq qismatlarga sababchi bo'lg'idek zoti qaysi qadamni xato bosganligini aslayolmayotdi. To'g'ri, Saremni xato qildi desa, ota-onasining royiga beqib, siz degan bir tal qiz boshqa yiroq mahalla kentlarga to'y qilib ketsangiz, bizning yenimizga pat-pat kelib bo'lolmaysiz. Sizning har doim bizning ko'z oldimizda turishingizni xohlaymiz. Sizdan burun shuncha ko'p farzandlik bo'lgan bo'lsaqmi, ularning yeydigan, ko'rdigan kuni mushunchalik o'xshaydi. Her xil sabablar tufaylidan balalarimiz qaytilolmay, faqat siz bir talla qizimiz, xuddi bizning ko'z qarchiqimizdek asrilib, cho'ng bo'ldingiz. Siz hayotlikning bizga bergan hadiyasi. Shunglashqa bizning topgan to'kkunimizning hammasi sizning bolam. Siz faqat ko'z oldimizda bo'lsangizlar, kun sizni ko'rib tursak, bizga shu kifoya deb
Ata-anası bilim mərifətlik, ədəb-əxlaqlıq kişilərinin hörmətiga sazavar, xeyli yüz abroyluq kişilər bolsunmu, xuddi şunqarның içidən sar çıxdı degəndək, ata-anasının şunca arzulab, közünün içiga qarab çoğ qılğınıға layiq, tüzük məktəbdimi oqumağan, nədə uruş cidəl, köңülsüzlik bolsa, şu yerdə ünüdüğən, basitqa, ata-anasının yüz abroyini depla, Basitning uydan kelgan elchilarga qizi Saramni berishga qo'shilgan edi. Saram mahallada Basitning yomon nomini ko'p anglag'achqa ata-onasiga "Men bu Basit degan yigitga hargiz tegmayman. Maktabda o'qiyman desam boshlang'ichni bitirgizibla, maktabdan to'xtatib oldinglar. Hüner öğrenmen desem, kız balı diyen öy işlerini pişik öğrensil boldu dep, hünerken bu vermedinla. Endi bu Basit diyen bir kartalat, ata-anasının pulunu haşlaplı küllerini ötküzüdüğün, qoruq söylet bayvetçiga bersanla, keyinki turmuşumda qandaq qılıman. Dep, yığlap qoşulmağan edi. Amma Saramning atisi To'xti aka, qizi Saramga nasihat qilib, "Man qaran qizim, etiz ko'rib qir al. Atani ko'rib qiz al degan gap bor. Bu faqat o'g'il o'ylaydiganlarga aytilgan gap emas. Qizini yotiq qilib erga beradiganlarmi, o'zlariga kuyug'i bo'lgan yigitning ota-onasini surishtirib aytilgan gaplar. Balsini ancha bilib ketmaymiz. Ammo uning ota-onasi noiti esil kishilar. Balkim yoshlikda o'ynab kulib, sho'xlik qilib yurgan bo'lishi mumkin. To'ydan keyin siz o'ylagandimi yaxshi, layoqatlik, mas'uliyatchan, kuyimchan er bo'lib ketishi mumkin. Biz atrofdagi qulum qo'shinlar, urug'-tuqqanlarning orasidami to'ydan burun noit yaxshi, adab axloqliq deb qizlarini berganlarning to'ydan keyin noit axloqsiz, mas'uliyatsiz bo'lib, uzun uy tutolmay ajrashib ketganligini, to'ydan burun ashundoq o'yinchi, lukchak, alqanot degan yigitlarning to'ydan keyin noit mas'uliyatchan, oilasiga kuyinadigan, iqtisodchan bir er bo'lib ketganligini ko'p anglagan ham ko'rgan. Shonashqa gapimizni anglab, Basit bilan to'y qilsangiz, hargiz xato qilgan bo'lmaysiz, qizim. Şunlaşqa gepimizni anglab, Basit bilan to'y qilsangiz, hargiz xato qilgan bo'lmaysiz, deb o'zlarining qarorida ching turib, nihoyatda dag'dug'uluq, hashamatlik to'y qilib, qizi Saramni Basitga bergan edi. Saramning bosgan xato qadami bo'lsa, shu vaqtida ota-onasining fikriga qat'iy qarshi turib, o'zining gapida ching turib, ularning Basitga berish xiyolidan voz kechtirmaganligi, yuqori o'rlab maktabda o'qimaganligi edi. Saram Basit bilan to'y qilib, ularning uyiga borgan bo'lsa-mu, Basit yanada o'yin tomoshidan qo'l o'smadi. Hadisi haraq-sharab ichib, kashliklari maz holatda uyga qaytib keladi. Ammo Saramning qayni ana, qayni otasi bakli yaxshi, mehribon kishilar bo'lib, uningga kuyinib, qayni onasi Masturxon ana Saramning atigini saharda turib, o'yli aram tozlab, nashtilik qilaman deyishlariga qo'shilmay, "Jinim balam, siz texi yosh ham kichik. Men bu sizdek vaqtimda faqat uyquga qanmay, uyqudan bosh ko'tarolmaydigan edim. Ko'proq uxlab aram elveling. Men hozirla o'laqir bo'lmagandikin, o'yil aram tozlab suv ichish, nashtilik tayyor qilish ishlarini o'zim qilib ketaman. Hozir uyingizga kirib keting balam", deb Saramning "Nima deganlari bu appa? Men bar turib, sizlar o'yil aram tozlab, nashtilik qilib yursizlar, sattirmamdi. Bo'ldi appa, o'zim qilay", deginiga qo'ymay, hujrasiga kirgizib etdi. Qayni otasimu uyda mol so'ygan yoki polo, go'sht qo'rdoq degandek sal quvvatlik, yaxshiroq tamoq qilgan vaqtlarida har doim Saramga "Qizim, ota-onangiz bilan bizning uyning orliqi yiroq bo'lmagandikin, azillab berishni saqlab turmay, kunda bir aqatim berib, ota-onangizning holidan xabar elib, ularga ko'rinib qo'yib keling. Ko'zlaridan tomgan yoshdak bir tal arzuli qiz edingiz. Turibli uyda bo'lmasangiz, ularning ko'ngli yerim bo'lib qolmasin", deb Saramni ota-onasining uyiga mang'izatdi.
Bununluq bilan Sarem yo'ldoshi Basitning o'zi bilan parvosiz holda o'yin tomosha qilib yurganliklarini ancha bir eg'ir olmay, qayni ota, qayni onasining esilligidan o'zimi tuymayla to'y qilg'ili 1 yil bo'lib qolgan edi. Bu vaqtda Sarem o'g'li Mardonga homildor bo'lgan bo'lib, u ishni bilgan Basit bekor bir joyda qilib, uning ota-onasining xushalliqdan og'zi qulqiga yetgan edi. Saremning ay kuni to'shib, tug'ut mezgilidami yo'ldoshi Basit uyda yo'q edi. Mushu kunlarda Basit haddidan ishib, necha kunlab uyga qaytib kelmaydigan, uyga qaytib kelsimi, haraq ichib, mast holatda keladigan. Ota-onasi azroq gap qilib qo'ysalar, ularga mush ko'tirib, ota-onasining yoqisiga esiladigan sad qiliqlarini chiqarishga boshladi. Yo'ldoshi Basitning bu sad qiliqlarga bardoshlik berolmagan Sarem, yo'ldoshining qo'llarini qayni otasining yoqisidan ajratishga urinib, "Nima qilyapsiz? Sarang bo'ldingizmi? U degan sizning ota-onangiz. Kichkingizdan ko'zingizning ichiga qarab, asrab, mushundaq arki cho'ng qilib qo'yganiga ularga zo'ringizni ko'rsatamsiz? Unutib qolmang. Sizning oldingizda o'g'lingiz bor. Burun taq aylanib kelsa, hozir bog'cha o'rgalab kelib qoladi. Mushu qilganlaringizga o'g'lingiz cho'ng bo'lganda uningdan hasilab ko'rib qolmang yana." Nima deyapsan? Bu paskana qanjoq? Amda menga ish o'rgatgidek bo'ldingmi? Mana sana, mana. Bundan keyin mening ishlarimga aralashma degichi bo'lma. O'qdingmi? Ishingni qil. Ammo Basit talvilacha o'zining qo'lini otasining yoqisidan ajratmoqchi bo'lgan Saremning chochlaridan qamallab tutib, bosgandek mushlari bilan uning yuz ko'zlariga urib, yerga yiqitib, dassab chaylashga boshladi. Hürmetlik asar anglag'uchi ham o'qirman do'stlar. Sarem mushundaq mushtumzor, sharmanda er bilan yana davomliq o'yini tutib o'tayverarmi? Bu bechora ayolning beshiga yana qandaq ichinishliq qismatlar kelar. Agarda asarning davomiga qiziqsangiz, nazaringiz keyingi qismlarda bo'lsin. Ko'p qismliq ovozliq asar 13 yoshlik ona. Abdori Arzugul Akram. Mikrofon oldida Yusufjon Abdurahmon, Bahargul Habibullah. 12-qism. Basit xotini Saremning gaplarini anglagandan keyin Saremning o'ziga tanbih berishlarga bardoshlik berolmay, "O anani qayr qanjoq? O'zingchi meni boshqarib tanbih bergidek bo'ldingmi? Sendek saran paskani olmayman desam, mush oljigan saran qayri, sendek qayr qanjoqni menga majbur ilib bergan. Uqdingmi? Agarda sen bo'lmagan bo'lsang, borman degan yerimga berib, o'ynayman degan yerimda o'ynab, xalqan qiz-cho'kalar bilan ko'ngil ichib yurayvergan bo'lardim. Bu uyda menga qoranchiqdek sen bo'lg'achqa, ammo siz xohlamasanmi uyga qaytib kelishga majbur bo'lyapman. Men tehe musha shumtak bilan tahdid qilyapsan. Mening nazarimda bola degan unchola yo'g'on cho'ng narsa emas, bilib qo'y. Bol topaman desamchi, mendek erlik qo'yti ishib turgan bir erkakka nisbatan unchola taslish emas. Bola tepish mening nazarimda yerga tukirib yotgan bir tukurik xolos. Topaman deydigan bo'lsam, mangdamda 9 ni, bir kunda 30 ni topa olayman. Uqdingmi? Basit hatto ota-onasining oldidami izo tortmasdan shundoq deginicha Saremni urib, birdamning ichida og'zi burnini qon qilib etgan edi. Sarem yo'ldoshi Basitning o'ziga qilgan bu zulmlarga bardoshlik berolmay, uyiga yamonlab ketmoqchi bo'lgan edi. Qiyin onasi Masturxon uningga yolvorib, yig'lab turib, "Jinim bolam, menmi bir ona. Sizning bu holingizga qarab faqat bardoshlik berolmayapman. Ammo shundoq bo'lsin-mi?
Maşı turqunuzda öyge qaytib barsınız. Ata-ananızın yüreki sizning şuncha xorluq tartib, tayaq yegininizni görüp qandaq bardashlik bereleydi. Basit degan odam bo'lmaydigan to'ng'iz mush uydan chiqib ketgunicha necha kunlab kelmaydi. Shuning uchun bu uyda sizning holingizdan men obdan xabar olay bolam. Sal o'zingizga kelvagandan keyin ondan u uyga chiqib ketsingizmi bo'ladi, jinim bolam. Gapimni anglang. Sizning bu xorliqdan yuragingiz, tayoqdan teniniz og'irsin. Endi ota-onangizning yuragini og'irtay demaydigansiz, dedi. Sarem yig'lab o'ltirib, qaynonasi Masturxonning gapining o'rinliq ekanligini bilib, uyga kirib yuz-ko'zlarini yuyib, kiyimlarini almashtirdi. Bechora qaynonasi Masturxon uning yuz-ko'zidagi ko'k qizil ishiqlarga to'nglatqidan xom go'sht elib chaplashga boshladi. Saremning yo'ldoshi Basit uni bo'lishiga urib, dumbalab, pitig'diyotgandan keyin ko'tini chiqib, uydan chiqib ketgan edi. Basitning otasi G'ulam aka kelin qizi Saremning o'zining o'g'lining zulmidan qutqizib olish uchun ig'ir tayoq yeb ketganiga yuragi chidamay, maydisini changallig'icha. Hey Basit, Basit. Sen nima qilyapsan? Nima qilyapsan? Sen mi adam bo'lib qoldingmi? Sen shuncha chiroyli bir bal tug'ib, sening xizmatini qilib o'ltirgan ayolingga mushundaq zulm qildiganga numus qilmamsan. Undaq qilma deyman. U odam bo'lmaydigan. Ashu bechoraning ohuzori tutib qilishidan qo'rqmamsan, Deginicha, xuddi maydisini birsi pichoq bilan ko'nchilgandek bearam bo'lib, ko'kragini tutgan holda yurak kesili qo'zg'alib, hovlidagi supudili o'ltirilishib qolgan edi. Bu bechora mo'ysbet odam hayotlikni noli qilib, taqdir. Mening zodi qaysi qilgan bir gunohimga mushundaq numussiz, vafosiz, mas'uliyatsiz, insofsiz bir bolani bergansan. Bir putum o'limga singilganda bu menga nima tatquluq, nima ko'gilik, taqdir. u shundaq deb nola qilganicha chiroylari tomdek tatirib, lavlari ko'kirib ketgan edi. Masturxon ana ittik uyga kirib, ishkapning tartmasidan yo'ldishining yurak do'risini elib chiqib, "Dadisi, hergiz ochiqlanmasala, bu oldi o'zlarini bisib olsalar. Qandoq qilamiz, endi qandoq qilamiz? Qo'y kaladek bir anasi bo'lsa-ku setivsak, yoki o'ldiribli yesak bo'ladi. Odam bolasi mushundaq tug'ilib qolsa, buningga nima degili?" deb zar-zar yig'lab yo'ldishining do'risini ichirdi. Bechora Masturxon ana heli kelini Saremning yuz-ko'zlaridagi o'g'li Basit urib yerivatgan yeriq, ko'k, ishchiqlarga xom go'sht chaplasa, heli yo'ldishining do'risini ichirib, maydalarini silab, ikki o'ttirli parvonadek aylanib yuradi. Mana mushundaq qilib yurib, bir haftami o'tib ketdi. Saremning yuz-ko'zlaridagi ko'k ishiqlar yenib sal asliga kelganda, bu o'ziga shuncha kuyinib, mehribonlik ko'rsatayotgan mo'ysbet kishilarga ichi ag'rib, yanili bu uydan o'zining ota-onasining uyiga yomonlab chiqib ketmagan edi. Chunki Basit sirti o'ynab kulib, uyga kelgusi kelib, kelgusi kelmasa, dab-daranglagan, eshak hang'irgan yerlarda yursimu, uning ota-onasi Saremga bakla voy deydi. Uning o'g'li Mardonni quchog'idan tushirmay baqatdi. Hamda Saremga tutamlab pullarni berib, "Ichingiz siqilib qolgan bo'lsa, bozorga berib, o'zingizga narsa kerak setviling qizim. Siz texi yosh, chiroyli yasinib yuring. Ardin ko'nglingiz suv ishmasa, o'zingizni chiroyli yasab, izil kiyimlarni kiyib, o'zingizni o'zingiz bo'lsin xo'sh qiling", deb uning ko'nglini yasaydi. Sarem uyda yo'ldishi Basitdan tayoq yeb, xo'rliq tarsimu, ammo uning ota-onasi Saremga nihoyatda yaxshi muomala qilganligi uchun
Sirtdiki başqa qiz cho'kanlar uning shuncha esil, qimmat pulliq kiyimlarni kiyib, chiroyli yasanib yurishlariga havas qilib ketadi. Ammo isning dardini mo'ri biladi degandek, bu oilada Basitning Saramga selayotgan dard alamlarini, azoblarini faqat Saram o'zi biladi. Saramning ota-onasining xo'lim qo'shnilarimi ularning kuy o'g'lidan ta'liga kelganligini, qizining nihoyatda bayashab, yaxshi yashayotganligini og'ziga tegmay maqtashib ketadi. Shuning uchun Saram ota-onasining uyiga kelganda, ular qizining chiroyli kiyingan usti beshiga va elib kelgan sovg'a salomlarga qarabla, "Qandoq qizim Sarigul, bizning gapimizni anglamay boschan bilan to'y qilmag'in qil qolgan eding. Mana endi kiyimning esilini kiyib, pul deganni tutamlab xashlab, rahat ko'rib, bizga kuyovning rahatini ko'rsatib kelyapsan" deb qizidan suyunib, kuyovlidan rozi bo'lib ketadi. Bundaq vaqtlarda Saram eri Basitning abdi bashirsini ichib, ota-onasiga ichidagi dardlarining hammasini to'kib o'tishni o'ylaydi-yu, ammo bo'g'ziga kelib qolgan gaplarni ichiga yutib, chiroyiga majbur kulgi yugurtib, ortiqcha gap qilmay, yana bo'ynini arg'amchi bilan so'ragandek Basitning uyiga qaytib ketadi. Ayla, yilla mushundaq Saramning qayni ota, qayni onasining ko'nglini ayab, ularning uyidagi birdan-bir xo'shalliqi ham nurliq chirig'i bo'lgan o'g'li Mardonni elib, ota-onasining uyiga kelsa, ularga bakli eg'ir keladiganligini o'ylab, 3 yil o'tib ketgan edi. Bu mezgilda Saramning yana bo'yida qolgan edi. Ammo Saram yo'ldishi Basitdan hech qanday yaxshilik ko'rmaganligi uchun qat'iy niyatga kelib, bu balani oldirib o'tishni o'ylagan edi. Lekin qayni onasi Masturxon yig'lab Saramga yalvorib turib, "Jinim bolam, sizga bundaq deb bisim qilish niyatim yo'q. O'g'limning ahvoli o'zimga ayon. Siz bu uyda Basit degan odam bo'lmaydigan eshak go'ydin. Faqat yaxshilik ko'rmadingiz. Shundaq bo'lsa-mu, bu hayotlikning sizga bergan bir sovg'ati jinim bolam. O'g'limiz Basitdan ko'nglimiz xush bo'lg'idek yaxshilik ko'rmagan bo'lsaqmi, ammo siz bilan navram Mardon oilamizning xushalliqi ham nurliq chirig'i bo'lib kelayotgan edinglar. Endi bu balani tug'ib bergan bo'lsangiz, sizdan xush bo'lgan ham rozi bo'lgan bo'lardik" deb yalvorib yig'lab turib, Saram to'limi tanqisliqda qoldi. Qayni ota, qayni onasining yaxshiligini desa, bu balani tuqqisi bor edi. Ammo ularning jini baquvanda emasda. Yeshi 60 yoshdan oshgan bu mo'ysipitlarning qachongacha o'zining holidan xabar elib, uningga soyvan bo'lolishini kim biladi? Tuyuqsiz ularga ajal o'q tegmaydi deb kim aytalaydi? Agarda Saram bu mehribon, kuyimchan qayni ota, qayni onasidan ayrilib qolsa, keyingi kunlarda qanday qiladi? Yo'ldishi Basit bo'lsa, kallasida oilam, ayolim, bolalarim deydigan bir o'qim yo'q. Hangi eshakdek yuradigan inson tursa, Saram mushularni o'ylaganda ikki toshning orasida qisilish deganni haqiqiy tushunib yetgan edi. Saram o'zining ota-onasiga maslahat selib beqishni o'yladi. Ammo Saramning bu uyda ko'rayotgan xo'rliqlarini, tortayotgan azoblarini uning ota-onasi bilmagachga, qizini nihoyat rohatda, xushal-xo'ram o'tyotdi deb o'ylagachqa, ularga bu balani tug'ish, tug'maslik to'g'risida maslahat solsa-mu, baribir "Nim deyapsan qizim, sarang bo'ldingmi? Bir balamo bala bo'lamdi. Shuncha yaxshi oilada turibmi, balani olmaslikni qanday kallangga keltirding? Hargiz undaq ahmoqoniyatni qilg'uchi bo'lma. Chuqum to'g'san" deyishi muqarrar edi. Shunglashqa ota-onasiga maslahat selish xiyolidanmi tezla voz kechdi.
turupla, agarda Sarem öz beşimchilik bilan balani aldırıversa, azaldan bala tepishni o'yinning o'rnida ko'radigan yo'ldoshi Basitning birdilla ta'tirlik qilib, qo'rsqidagi balani nadan topgan edi. Agarda bala mening bo'lsa, nimishqa men masla solmay balani aldırıp etsan. Cho'qim bir qo'rqinching bo'lg'achqa balani tug'may aldırıp etgansan, deb yo'q yerdan putaq chiqarib, xastanga jidal chiqarishdanmi qo'rqib qolgan edi. Hürmetlik asar anglag'uchi qarindoshlar, sizlarcha Sarem bu balani qanday qila? Agar asarining davomiga qiziqsangiz, nazaringiz keyingi qismda bo'lsin. Ko'p qismliq ovozliq asar 13 yoshlik ala. Abdori Arzugul Akram. Mikrofon oldida Yusufjon Abdurahmon, Bahargul Habibullah. 13 qism. Sarem uyan o'ylab, buyan o'ylab, oxiri balani tug'ish niyatiga kelgan edi. Saremning oxiri balani tug'ish niyatiga kelganligini anglagan qayni onasi Masturxonning xushalligida og'zi yumilmayli qolgan edi. Voy, rostmi jinim balam? Rostli balani aldırıp etmeydigan bo'ldingizmi? Rahmat jinim balam, rahmat. Bizning chirg'imizni o'chirib qo'ymay, nurlantirib turganingizga ko'p rahmat balam. Masturxon ana shundaq degenicha aldirash uyga kirib ketib, kichik bir sanduqni ko'tarib chiqdi-da, Saremning qo'liga tutqizib, "Bu mening otingiz bilan to'y qilgan vaqtimda, otingiz to'ylig'imda solgan va o'g'lim Basitni tuqqan vaqtimda elib bergan oltin bilayzik, halqa, zanjir, chosh tangi degandek zib-zinnatlar edi. Bu narsalarni sizdek chiroyli yosh vaqtida esil kiyimlar bilan taqisi bekli yarışıdı ekan. Bizdek qirib, bir putimiz kongilgan vaqtida oltin, zib-zinnat deganlarning keriki qolmaydi ekan jinim bolam. Buningdan keyin bu oltin jabduqlar sizning bo'lsin." Momay xushalliqida ko'z yoshlarini surtib turib, kichik sanduqning og'zini ochgan edi. Sanduq ichida julalanib turgan bir jup oltin bilayzik, oltin zanjir, uzuk, halqa, bulapka ham bir yurish chashqa asadigan chosh tengi bo'lib, jami bu oltin zib-zinnatlarning miqdori 100 gramdan oshadi. Sarem bularni ko'rib, darhol sanduqning og'zini yepib, qayni onasi Masturxonning qo'liga tutqizib, "Bu nima qilganlari jinim opa? Bu degan sizlarning to'yliq oltin zib-zinnatlar ekan. Bu oltin jabduqlarni men olsam hargiz bo'lmaydi. Yanıla o'zlarida turgani yaxshi. Faqat ko'ngillar unimisa jinim opa, menga saqlab bersilar. Tanlar salomat, umrlar uzun bo'lsin jinim opa. Agarda olim adis yaxshi kunning yomoni bo'lib qolsa, shu vaqtda men bersilami bo'ladi. Bolalarga bo'lganda sizlardan qolgan yaldama qilib bermaymanmi?" dedi. Ammo Masturxon ana kelin qizi Saremdan memnun bo'lgan holda, "Jinim qizim. Hozir ahli hoshim joyi vaqtida sizga berib olay. Atugün ishlar nima bo'lib ketadi, uni hech kim bilmaydi. Uning ustiga o'g'lim Basitga ishonch qila olmayman. Hilimi mushkullarda yurikim suv o'ltiryapman jinim bolam. Qachon bir eshak suydiga ichib, mas bo'lib kirib, xuddi otasining qonini siqqandek mening yoqamga esilib, oltin jabduqlaringni chiqar desa, voy onam-ey, u kunlarni tortqicha o'lib ketganim yaxshi. Shunglashqa tulum nos qilmay, bu narsalarni o'zingiz ilib, obdan yerga tiqib, saqlab qo'ying jinim bolam. Jahonning ishlarini bir narsa deb bo'lg'ili bo'lmaydi ekan. Keyingi kunlarda yaxshi kunning yomoni bo'lib, beshinglarga kun tushganda setib, xarajat qilsanglarmi bo'ladi.
dedi. Kelini Saremge qo'lidagi oltin zib-zinnat qachilangan sanduqni majburiy tutqazib. Sarem qayni onasi Masturxon onaga rahmat aytib, sanduqni elib, hujra uyga kirib, o'zi eng bexatar degan joyga yo'shirib qo'ydi. Ay kunlar o'tib, Saremning tug'ut vaqtimi yaqinlashib qolgan edi. Oxiri bir tushliki tamoq vaqtida tuyuqsiz Saremning qurusiga og'rib, to'lg'iqi tutib, nihoyatda chiroyli bir qiz tug'di. Bu dal hikoyamizning bosh personaji 13 yoshlik ona Aliya edi. Bu kichik navrisining qiz tug'ilganidan Masturxon ona bekli xo'sh bo'lib ketgan edi. Bu kunlarda Saremning yo'ldishi Basitga bu uy xuddi kaptarxonadek bo'lib qolgan edi. Xolisi yanchig'i qo'rg'dilib qolganda kelib, otasining o'zi rozi bo'lib bermaginiga qaramay, oldida yolg'on yovdaq gaplarni qilib, faqat bo'lolmaganda ular bilan urushib, otasining yoqasini siqib yurib, pullarini ilib chiqib ketib, bu bechora ota-ona necha vaqtdan beri yemay, ichmay, kiymay degandek mushu o'g'lining yaramliq odam bo'lib, keyingi kunlarda cho'ngroq bir ish tavritish uchun yig'ib to'plagan pul mollarini elib chiqib, haraq-sharab, kayib sapa, o'yin tomoshaga qashlab, tugitvatganiga ichi achchiq bo'lib, kundan kunga yurak kesil eg'irlashib ketayotgan edi. Süt bilan kirgan xo'y jon bilan chiqdi degandek, ota-onasining har qancha yig'lab yolvorib qilgan nasihatlari Basitning u qulqidan kirib, bu qulqidan chiqib ketayotgan edi. Ularning qilgan nasihatlari o'rdakka suv yo'qmaganidek, o'g'li Basitqimi qilchilik ta'sir qilmay, o'zi bilgan sanamga dastlab yuraveradi. Yetib yesang tog'mi to'shmaydi degandek, G'ulam aka bilan Masturxon ana ayolning 30 yildan buyon yig'ib to'plagan mol dunyolari bu quloq kasti o'g'li Basitning necha yil buzib chechib qashlashi bilan pokiza tugagan edi. Endi Basit uydan elib chiqib qashligidek pul mol qolmaganda, uydagi narsa keraklarni elib chiqib, elishiga setib, pulini haraq-sharab qamarga qashligili turdi. Basitning ota-onasi hukumat yerlarni huddiga berib, dehqonlarga taqsimlab berganda, hukumat tarafidan tuvanga tushirib bergan fan texnika xodimlarining yetaklashi ostida, fan texnikaga tayinib, dehqonchilik qilib, andin biyig'an kishilar edi. Hukumat tarafidan tuvanga tushirib bergan fan texnika xodimlarining yetaklashi ostida fan texnikaga tayinib, dehqonchilik qilib, oldin biygan kishilardan edi. Shunglashqa bu mahallada hech kim televizor, to'nglatqu, kiralg'u degandek oila saymonlarini setib ololmagan vaqtdala Basitning ota-onasi bu elektr saymonlarini oldin setib olib, madaniyatlik turmushini yezlarga boshlab kirgan dehqonlardan edi. Mana endi uydagi uşaq elektr saymonlarining bir-birlab yo'qab ketayotganligini ko'rgan Masturxon ana, o'g'li Basitning endi qajligidek pul qolmay, uydagi oila saymonlarini elib chiqib setishga boshlaganligini ko'rib, kelin qizi Saremga, "Jinim bolam, Sarigul, bu Basit degan odam bo'lmaydigan to'ng'iz. Ay, shuncha yig'lab yolvorib qilgan nasihatlarimiz onun qo'lqiga xuddi eshakning qo'lqiga g'ijak chalgandek bilinib, o'ng qo'lqidan kirib, sol qo'lidan chiqib ketayotgan o'xshaydi. Endi bo'ldi bas, uningga nasihat qilishning o'rni qolmabdi. Bundan keyin o'zimizga puxta bo'laylik, jinim bolam. Har birimiz birdan uyning oshquchini yasitib olib, oshquchni yinimizda saqlaylik. Bu Basit degan hayvon biz yo'q vaqtimizda oshqushni qo'ygan yerdan elib, mushundaq uyga kirib, qo'liga chiqqanni elib chiqib, sotqili tursa, at o'gin sizlarni setib etmasin yana." Xafa bo'lib, shundaq deydi Masturxon ana. Saremmo azaldan mushu bechora qayni ana, qayni otasining ko'nglini izdabla, bulardan ayrilg'isi kelmay, bu uyda turayotgan bo'lg'achqa, eri Basitning uyga kelish kelmasligi bilan parvoyi yo'q ko'ratdi.
Әмді өйдегі нәрсі кереклеріні сетішқа başlığının көріп, iç açıq болған halda, өйдегі bolku pişirdiğen duxapki yuqap ketip, 4 günden keyin salpayıp kirip gelgen yoldaşı Basitqa: "Hey, sizmi bir erbop qaldınız mı? Bu ailege çöküçaqlıq bir нәрсе elip gelmeginingizning üstüge. Numaz qılmasdın, өйдегі нәрсі kereklerini setişqa başladınız mı? Әті үгін болғанда, өйді сатқыдек нәрсі қалмуғдек болса, менім еліп çıqып setip atamsız neme?" dedi zərdi bilen. Әмма Basit ayalı Saremge sət alayıp qarap qoyup: "Hey Sarek, sen özani başqalar pul chiqirib setibog'idek darajada shuncha go'zal nozlan, sahibchamal deb o'ylab ketgan o'xshamamsan. Man qara, pul chiqirib bir cho'kan bilan ko'ngil ochmoqchi bo'lgan odammi uning nosqulg'iga, salos sifatiga, chiroyli qad-qomatiga qarab, ondan pul chiqirib setib oladi. Hey, aynakning oldiga berib qarab baqay. Sen bu sifatlardan zodi qaysisi bor? Chiroyingga qarasa odamning ko'ngil ilishkidek turgan. Asliga men bilan to'y qilishdan burun xeyli tuzuk chiroyli qiz bo'lding. Necha yilga qolmay shundaqmi o'zgarib satlashib ketgan bormi? Odamni ko'rsang, hozir yeb pirkib yetadigandak, hurpib potildab og'zingdan sisiq gap, qo'pol so'zlar chiqqan. Har doim odamdan og'rinib turgan. Zodi ko'ngilga yoqadek bir og'iz gaping yo'q. Sen boshqa ayollardek, jinim, charchab ketdingizmi? Siz bek qolsizchimi? Men sizni bek yaxshi ko'rman deb odamning ko'nglini elitgidek bir og'iz chiroyli so'zing yo'q. Ko'nglingni izlab, ancha-muncha yaqinchilik qilib qo'yay. Onam ilib bergan xotin bo'lgandikin deb yotqanning ichiga kirsam-g'o. Kela, mana sening erishadiganing mushug'i degandek, ostimda xuddi lambar pomdek yig'irlab yotqan. Yoki bir sherin shekar nasxulqing yo'q. Yoki o'xtab odamni o'zingga texmi mabton qilgidek ingrashtiringmi yo'q. Xuddi jini chiqib ketgan murdidek. dedi xotinini kamsitib turib. Hürmetlik oqurman hem eser anlagıcı dostlar. Sarem yoldaşı Basitning bu haqaratlik sözleriga ve talablariga qandaq inkos qaytara? Agar asarning davomiga qiziqsangiz, nazaringiz davomli keyingi qismlarda bo'lsin. Köp qismliq ovozliq asar 13 yoshlik ala. Abdori Arzugul Akram. Mikrofon oldida Yusufjon Abdurahmon, Bahargul Habibullah. 14-qism. Sen mi xotun kishi bo'lib qoldingmi? Bu ömrümdə sende hissiyatı yo'q, bir murdadek xotunu ko'rib baxmaganman. Sende nazokat bo'lsa-chi kashki. Ha desa qeyr xotundek chechig'ini ikki tal o'rib, yog'liqni chegilab yurguning yurgan. Apam degan qapoqbash xotun, sendekmi o'zini tuzlab yurishni bilmaydigan saran xotung'imi hajlarda pul aymay ber degan desa, üstü beshingga necha yuz ko'yliq kiyimni ortib bilan yoki yarashtirib kiyishni bilmagan. Ay, sen shu zamonda taraqqiy qilayotgandan uzun o'shqonga gögashtirib ko'ylakni kiyib, beshingga chigilab yog'liqni chigib yurgichilik, shaharlik cho'kalardek odamni o'ziga mafton qiladigan chiroyli bir yarishimliq, yurtlaring ko'rinib turadigan, maydlari ochiq kiyimlarni kiyib, sochlarini mundoq zamonga loyiq yig'ib yursaq nima bo'ldi deyman. Texim musha holingga mumkin bo'lsa menim ilib chiqib setib etadigan o'xshaysiz deb o'zingga baho qo'yib ketgan yaldirangmi bu? Seningcha mushtirqonda birasiga o'stakdab bersam ammas, satqidek yeri bo'lsa, av ishki balonni satsam, aşıda azraq pulga yaramdı eken. Yoldaşı Basitning bu gaplarını anlagan Saremning bütün bedeni tikanlashib ketdi. Sarem her qancha bo'lsa yoldaşı Basitning bundaq deyishini, ikki bolasini setib etish to'g'riliq eg'iz etishini o'ylamagan edi.
Sarem yo'ldoshi Basitning o'zini shuncha haqoratlab degan gaplarga chidagan bo'lsa-mu, oxirida o'ylamgan yerdan ikki bolasini setib etish to'g'riliq aytgan gapiga faqat bardoshlik berolmagan edi. Voh, odam bo'lmaydigan to'ng'iz. Sen bir ot bo'lib qoldingmi? Tüy, numus qilmaydigan peskesh. Mushu gapmi sening og'zingdan chiqayotgandi? O'zingchi meni nosxuliq qilishni bilmaydigan, hissiyatsiz xotin davtamsan. Nosxuliq deganimi? Odamning ko'ngli xo'sh bo'lganda, yurkini villada erita olganda qiladi bilib qo'y. Sendek odam bo'lmaydigan eshak, ko'chada nadi yo'q paskani buzuqlar bilan buzuqchilik qilib, yundangni uyga kelib men so'rkayman desam, yana kelib menga silah sipoyi muomala qilmay, qo'pollik bilan xuddi yerga qo'zi qoqqandek men bilan hapilasan. Sendek eshak kuygu nosxuliq qilib beradigan, sarang bo'lib qolgan saram yo'q bir yerda. Sen chokkini ablah, ko'chadagi ashundaq noshoyan ishlarni qilib yuradigan, yurtlarini, ko'ksilarini chiqarib yuradigan, nomussiz sharmanda xotinlarga loyiq. Shaharlik, madaniyatlik ayollarni men ko'rgan. Ular nihoyat chiroyli, salobatli kiyinib yuradi. Sen degandek yurtlarini, ko'ksilarini, qo'ng'ilarini, yana bir yerlarini ichib qo'yib yurmaydi. Endi uyda sotqudek narsa topolmay, Aşı özünün puştudan bolğan balalaryňga köz taşlawatamsan. İkki balamga köz alaytqıçı bolma. Sening bu rezil maqsadingga hergiz yetkizmeymen. Şu ikki balam bolgaçqa men hayat yaşap kelyapman. İkki balamdan başqa mening tartışqanda hech nimam yo'q. Şu balalarimni arzulab, közünün qarçıgysida körüvatgan ata-anangni demeydigan bolsam, Allaburun sendek eşek köyünü sotqa etip, xatimni alğan bulatdım. Amma Saremning og'zidan chiqib ketgan bir eg'iz xato gapni sapoq qilib tutib olgan Basit g'azabdan yerilg'udek bo'lib, ayoli Saremning chechidan siqimdab tutqunicha udul kelgan yeriga mushlab, yerga yiqitib, tepib, dassab urishga boshladi. O nomus qilmaydigan paskani qanjoq? Gapinga qaraganda men nos qilib bermaganing bilan mening uyda yo'q vaqtimda foydalanib, boshqa erlarga nosqiliq chiqarib, ko'ngil ichib yurgan o'xshamamsan, ha? Mundaqmi hunarlarim bor deb qo'y. Ko'z kelmagan cho'maq putq sanjibdi deb, sen shubtor qasmoq xutunning boshqalarga nosqiliq qilib ko'nglini eritib, oshna o'ynaydigan hunaring borligini uqmay qoptiman, ha? Mana to'ya, bo'zoqchilik qilganiga, oshna o'ynaganga to'y. Va qir paskana. O shundaq deb Saremni dassab, chaylab, petig'dab, birdamning ichida yuz ko'zini qon qilib etdi. Uy ichida yo'ldishi To'xti akaning do'risini uchirayotgan Masturxon ana, o'yli ichida qiyo-jiyo bo'lib ketgan yig'izar varqarash ovozlarini anglab, ittik supidan tushib, dariza oldiga keldi-da, o'g'li Basitning hadab bozg'andek mushlari bilan xotini Saremni urayotganini ko'rib, "Hey Basit, nima qilyapsan? U odam bo'lmaydigan hayvon! Eshak qo'y, sana mehr berib, ikki bola tug'ib bergan, ham ota-onangning holidan xabar elib kelyotgan. O'zining ayolini shunda qo'ramsan? Senda vijdon degan narsa bormi, yo'qmi? Mush ayoling bo'lmagan bo'lsa, biz hozirgacha nima kunlarni ko'rib bo'lg'aytdik, ha? Bizning ko'nglimizni izlab, bizning xushalligimiz uchun sendan shuncha izo ahonat, xo'rliqlarni yeb tursinmi bu uydan ketmay turgan bechorani yana nima qilsin deysan? Shundaq deginicha Basitning opsi Masturxon ana uydan o'qdak etilib chiqqanicha kelini Saremning ustiga o'zini tashladi. Bu vaqtda xotini Saremni to'xtamay dassab chaylab urayotgan Basitning tepiklari opsi bechora Masturxonning mubiqinlarga necha tepik tekkan edi. U yana qilcha tap tortmay opsi Masturxonga go'liyib turib, "Tüy, va qir sulamchi. Tüy, va qir sulamchi dalla. Sen mening opam bo'lib qoldingmi? Qarab turib kelninga sulamchilik qilgan ekan, sen mi bo'ldi ekansan, ha?" O'g'lining bu haqoratlik so'zlarini anglab, bir necha tepikini yegan Masturxon ana
Meydisini tutqunicha, chiroylari tomdek tatargan holda. Sen rastlı adam qılpıdan çıkıp ketipsen Basit. Özüm koçada şermende numussuz işlerini kılıp yürü. Endi öyge kelip, mışı biçara ayalını şundaq sət töhmet bilen hakaretlep atam sen. Yoki etiz eriqning işleri bilen faqat karım qoy yo'q. Yelimi mışı biçara Sarıgül kızım bop qaptiken. Etiz eriq işleridan hem iki balanın halidan xabar elip, bekar bulalmay burnunu tartqudaki hali qalmagan tursa, nerede yürüp başqalar bilen aşındaq naşayan işlerini qılıp yürgedek? Ammo Basit apisi Masturxonga qo'llarini shiltib turib, Sen taxi yana mushu qiyir qonjiqnikini rost qilatamsan? Bayaqdan o'z og'zi bilan iqro qilib shundoq dedi. Ishonmasang o'zida so'rab baq. ammo Saremning bir eg'iz tishi yerib gap qilgudek majoli qolmagan edi. Basitning apisi Masturxon ana yig'lab, o'g'li Basitning 100 mingni tillab, qarg'ab yurib, Saremni yulab o'rnidan turg'izib, o'yli ichidagi supiga akilib o'ltirg'izdi. Sarem bu qatim qat'iy niyatga kelib, eri Basitdan ajrashishni qaror qilgan edi. U o'zidan ansirmaydi. Ammo odam qalbidan chiqqan, ko'ziga puldan boshqa hech nima ko'rinmaydigan bu payishvaz, qamarvaz, haroqkash zaboyi arining bir kunlarga kelib, o'zi degandek balalarga qor qo'lini sunishdan qo'rqib qolgan edi. Chunki hozir o'g'li Mardan 7 yoshdan oshgan bo'lib, qizi Oliyamu 4 yoshdan oshgan edi. Ammo Basit kundan kunga haddidan ishib, haroqni o'lgudek ichib, mast holatda uyga kirib, Saremga zo'rliq ishiltishga boshlaydi. Jimli yutqanning ichiga kirib bir ish qilsa-ku mayli. Mastchilikda o'zining hissiyoti kelmaganini demay, hadisi og'zini buzib, Saremni tillab, Hay, tezroq ishni salmamsa degandek, ham uningdan battar so'z iboralarni ovozini bulushiga qo'yib berib, so'zlab, Saremni ikki bolasining oldida nomusdan o'lgidek holatga akilib qo'yadi. Bolalaridan nomus qilgan Sarem Basitga yolvorib, "Undaq qilmang Basit, sizdan o'tinib qolay. O'g'limiz Mardan hozir xeyli cho'ng bo'lib, bir ishlarni bilgidek bo'lib qoldi. Bolalar anglasa sat turdi. Ovozingizni sal pastroq qiling." Degudek bo'lsa, nomus qilmasdin. Nima? Sen taxi mendan nomus qilgudek bo'ldingmi? O'g'il bola erkak, texi ish o'qidek bo'lgan bo'lsa yaxshi. O'qmasa, otasidan cho'ng bo'lganda xotin qizlarni qanday qo'shlaydiganligini o'rganib olsin. deydi. Bir kun kechda yo'ldoshi Basitning mushundaq satqiliqlarga bardoshlik berolmagan Sarem o'rnidan turib, uydan sirtqa chiqib ketmoqchi bo'lib, chiroqni yondirgan edi. O'g'li Mardanning hayron bo'lgan holda ko'zlarini o'zlariga tikib, uxlamay o'ltirganini ko'rib, nomusdan o'lgidek bo'lib ketdi. Asli Sarem bolalaridan ayrim uyda yatsimi bo'ladi. Ammo Basit asosiy jihatdan uyga qaytib kelmaydigan bo'lganligi uchun Sarem o'g'li Mardan bilan qizi Oliyani o'zining yonida yotqizib kelayotgan edi. Ammo kim bilsin, tuyuqsiz yerim kecha bo'lay deganda, yo'ldoshi Basitning haroq ichib, mast holatda uyga kirib, bundoq satqiliq qilishini. Hürmetlik əsər anlıqçı və oqurmen dostlar. Sizlərcə, oğlu Mardanның özünün sınglisi Aliya bilan qilib qo'ygan bu şərməndə işlərə Basitning ularning ko'zichili nomus qilmay, xotini Saremga qilgan jinsiy talablari sababchi bo'lib qolganmidi? Agarda asarning davomiga qiziqsangiz, nazaringiz keyingi qismda bo'lsin. Ko'p qismliq ovozliq asar
13 yaşlıq ana. Abdori Arzugül Ekrem. Mikrofon aldıda Yusufcan Abdurrahman, Bahargül Habibullah. 15 qism. Sarem o'ylab mush yerga kelganda tallari tikanlashib ketdi. Chunki o'g'li Mardanning kichikidan tartibla yo'ldoshi Basitning kechalarda haroq ichib, mast kelib yutgan ichidagi o'ziga qilgan sat ahonatlik gaplari, ish harakatlari bilan o'g'lini o'zlari zaharlab qo'yganligini his qilgan edi. Turupla Saremning bütün badallari soğuqdan ham o'zining xayollaridan andikib titrashga boshladi. Chunki u uydan chiqqacha cho'ng paxtaliq chapinni kiymay chiqqan bo'lg'achqa, hozir xaylari kesh bo'lib qolganligi uchun jahon birdan muzlashga boshlagan edi. Sarem asta o'rnidan turib, muzlab qaytib qolay degan putlarini sal harakatlantirib, Östang bo'yidan kayniga o'rilib, uy tarafga qarab yurib ketdi. Sarem o'tgan ishlarni qanchaki aslimaslikka tirishgan bo'lsa-mu, uning xiyol kaptiri buningdan 8 yil burungi ishlarga ketayotgan edi. Sarem bu qatim qat'iy niyatga kelib, yo'ldoshi Basitdan ajrashish uchun sud mahkamasiga arz sunib qo'ygan edi. Ammo Basit Saremning o'zidan ajrashish uchun xalq sud mahkamasiga arz qilganligini faqat bilmaydi. U xiyolida Saremni mendan ayrilolmaydi, xuddi it urg'uchiq amroq degandek tayiqimni yeb, har qancha xo'rliq tarsimi bu uydan ketmaydi deb o'ylagan edi. Tuyuqsiz bir kuni Basit xalq sud mahkamasining chaqiriq qog'ozini topshirib olib, sal hayron bo'lgan holda qog'oz yuzidagi da'vogar Sarem To'xti degan ismni ko'rib, achchiqdan qo'yqi chochlari tik bo'lib ketdi-da, uyga kelib, oshxonada tamoq qilayotgan Saremning chechidan tortib, so'rab, hoylig'i ilib chiqib, urushqa boshladi. Voqqir paskana qanjoq, nomus qilmasdan mening ustimdan sud mahkamasiga arsug'dek bo'ldingmi? Yana da xijil bo'lmay, mening uyimning oshtamliqini yeb, mening pulimni xajlab o'ltirib degina. Ha? U shundaq deb Saremni tepib, dassab urushqa boshladi. Endi hoyladagi supiga chiqib, tamoq ustulning qishida o'ltirgan otasi G'ulam aka bilan apisi Masturxon teshidan xuddi qon ichidgandek ko'zlarini qizartib, chiroylarini sat qilib kirib kelayotgan va oshxonaga kirib, andili tamoq usayotgan kelini qizi Saremning chechidan tortqanicha so'rab, urib yurgan o'g'li Basitning odam talati yo'q chiroyiga qarab, otasi G'ulam akaning maydisi qattiq mujub og'irgandek bo'ldi-da, maydisini tutqunicha supig'i siyrilib, yiqilib qoldi. Yo'ldishining kesili qo'zg'olib, yiqilib qolganidan bexabar Masturxon ana o'zini Saremning ustiga tashlab, o'g'lining dassab, mushlab urushlaridan uni qutqizishga urinyotdi. Masturxon ana bir tarafdan yiqilib, bir tarafdan o'g'lini tillayotgan edi. O adam bo'lmaydigan eshak, go'y hayvon. Amini qilgan etganlaringning jazosini tortsan, mushi bechora ayolning ahuzori bir kuni tutadigan seni. Bo'ldi qil. Qo'yib deyman, qo'yib. Nimishqa urasan bu bechorani, ha? Hadisi qunoq soqqandek xotiningni desa, chaylab ursang, uyning bir tal ishi bilan koring bo'lmasa, yoki bir mo'challik pul tepib kirmaydi yo'q. Yana teqa uydikini elib chiqib, elishiga sossam, sendan ajrashmay qandoq qiladi? Bu bechoraning bu ketay desa uyi ega bo'ladigan, so'rig'ini qiladigan ota-onasi bor. Ammo sendan kelmagan yaxshilikni
Senden gelmegen vapani. Muşu biçare bala bizge yetkizwatydy, uqdingmi? Mestorxan ana yığlap, şundaq dep Saremning üstüge özünü taşlap, quchoqlab yetib olgan edi. Basit anasının astidagi Saremning beqillariga, u yer bu yerlarga bir nechini tepib, dasivatgandan keyin hovlidagi supida hushidan ketib, ko'zi alayib yetib qolgan otasi G'ulam aka bilanmi kari bo'lmagan holda qandoq kirgan bo'lsa, darvozadan shundoq chiqib ketdi. O'g'li Basitning darvozadan chiqib ketganini ko'rgandan keyin xotirjam bo'lgan Mestorxon ana kelini Saremni yulab o'ltirg'izib, Jinim balam, meni kechiring, meni kechiring. Mening shundoq bir yaramsiz o'g'ilni tug'ib cho'ng qilganimga meni kechiring balam. Siz bekli yaxshi, esil tarbiya olgan bola ekansiz, balam. Bizning ko'nglimizni ayab, ikki bolani, bizning xushalligimizni bu uydan elib ketmaslik uchun bu Basit degan to'ngizdan nurg'un xo'rliq, azob oqibatlarni tortdingiz. Mushundoq bir nomussiz sharmanda bolani qo'rsoq ko'tarib tuqqanimga mendek aniga la'nat bo'lsin. Bolaning bundoq cho'ng bo'lib qilishini kichigida bilmaydi ekanmiz, jinim bolam. Agar biladigan ish bo'lsa, tuqqan vaqtimda tegimga bosirib o'ltirib qo'ymasmidim. Voy Isit, qo'l qorg'or ayvon qo'y. Mushundoqmi bek urib etgan bormi? Qopqingiz yerilib ketibdansmi, jinim bolam? U shundoq deb kelini Saremni yulab supiga ilib kelgan edi. Supining bir yenida chiroylari tatirib, kalpiklari ko'kirib, beshi supidan pastga seyrilib, og'zidan ozroq qon aralash ko'pik kelgan holda ko'zlari alayib qolgan yo'ldoshi G'ulam akani ko'rgan Mestorxon, Voy dadisi ne bo'ldilar? Odamni o'tala qo'rqitmasala. Dadisi beshilarini ko'tarsalar. Voy anam, bu bizga nima tort qiliqdi endi? Mestorxon shundoq deb yig'lig'inicha yo'ldoshining beshini yo'lashga urinib atadi. Qayni otasining g'alati yetib qolgan turqiga qarab, qo'rqib ketgan Sarem o'zining hozirgi ahvolini unutgan holda o'qdak yugurib, qo'shnisi Xalil akaning uyiga chiqib, Nahiylik doktorxonaning jiddiy qutqizish markaziga telefon urdi. Hayal o'tmay, Nahiylik doktorxonaning jiddiy qutqizish markazining 120 qutqizish mashinasi signal chalgan holda Basitlarning uyining oldiga kelib to'xtadi. Bu vaqtida Saremning to'pig'i melinib ketgan, üstü beshiga va yuzidagi qizil ham qapqidan oqqan qonlarni ko'rgan Xalil aka ayoli Zo'rxon bilan bir-birisiga ma'nilik qarashib qo'yib, bularning uyda bir ish bo'lganligini bilib, Hay, bu bechoraga nima tatquluq deyman. Basit degan hayvon yana uyga qaytib kelib, bularga ozdir bergan o'xshamamdi. deyishib, darvoza oldiga chiqqan edi. Jiddiy qutqizish markazining mashinasidan tushgan doktor va sestralar nusulkani ko'tarib, ularning hovlisiga mangandilar. Orqadan billa kirib kelgan Xalil aka doktor Basitning otasi G'ulam akani tekshirib, to'limi afsuslangan holda bosh chayqab turib, Kechiringlar. Kechikib qoptimiz emasmi? Bemor allaqachon jon uzib bo'pti-kan. degan gapini anglab, to'limi afsuslangan holda lavlarini qattiq tishladi. Doktor G'ulam akaning jon uzganligini uqtirdi va o'lish isbotini chiqarib berib, qaytib ketishdi. Qayni otasining to'yuqsiz o'lib ketishidan Sarem bekli azoblandi. Qayni onasi Mestorxon ana 40 yillik qadinasi murabbisidan ayrilib, xuddi aqlidan ezib qolgan ayoldekla hang vaqt o'ltirilib qolgan edi.
Sarem qiyni atısının özüge qılğan yaxşı muamillerini, köynüşlerini oylap, G'ulam akaga içinip yığladı. Qaqşıdı. Ahiri G'ulam qo'shna, urug' tuqqanlarining yordamida qiyni atisi G'ulam akini yerlikka qo'ydi. Basit xotini Saremni urib, dassab, chaylivatgandan keyin shu chiqib ketgancha atisi G'ulam aka tugab ketib, 3-kuni uyga kirdi. Uyda hozidarlardan ahvol so'rab kelgan mehmonlarning oyig'i texicha uzilmagan bo'lg'achqa, Saremning ota-onasi To'xti aka bilan bu Sarixon ona va bir qancha yaqin tuqqanlar bu uydan texi ketmagan edi. Haraq içip, çalımaz halatda, güppül tutub üstü beşidin bətboy, haraq pırqı pırıtqan halda kirip kelivatqan, Basitni görgen öydeki tuqqanlar, içileride muşundaq numussuz, bivapa oğulğa lanet oqışdı. Bu küllerde Basitning yanchig'i qurib qaldimi, yoki el yurtning g'azab nafratiga uchrab ketishdan qo'rqdimi, uydan hech yerga bormay, atisi G'ulam akaning atisi To'xti akaning o'limiga, uyda yolg'ondan bo'lsa-mu qarliq bog'lab, kelgan mehmonlar bilan ko'rishib o'tirdi. Ammo Basitning ko'zlari xuddi o'g'ri mushukning ko'zidek hamma yerga temsiqlab, bir narsa izdigandek fursat topsalar, uy ichi bulung pushqoqlarni axtirib yuradi. Ayoli Saremning ish harakatlariga diqqat qilib o'ltirgan edi. Sarem qiyni atisi To'xti akaning ishlariga ishlatadigan go'sht, may, guruch setilish uchun hujur uyining ichidagi qasnoq uyga kirib, o'zi bexatar deb tiqib qo'ygan puldan ilib, kayniga shundoq o'rilib, tulkidek hijiyib, afsharkidek ko'zlarini helila Sarem pul olgan maxfiy o'ringa tikib turgan yo'ldoshi Basitni ko'rib, qo'rqqanidan tovlavatdi. Qo'rqib ketdingmi? Tulkidek hejiyib, afsharkidek ko'zlarini helila Saremning pul olgan maxfiy o'ringa tikib turgan yo'ldoshi Basitni ko'rib, qo'rqqanidan tovlavatdi. Hürmetlik o'qirman ham asar anglag'uchi do'stlar. Basit bu uyda zodi nimani izlab yurgan bo'lishi mumkin? U oxiri izdegan narsasini topalarmi? Agar asarning davomiga qiziqsangiz, nazaringiz keyingi qismlarda bo'lsin.